Assalomu alaykum. BMW 3-seriya 6-avlod 320D avtomobilimiz. 2014-yil 160 ming kilometr yurgan o'ta ekonomik dizel motor. Narxi 8 million 400 ming won, dollarga 5800 dollarga to'g'ri keladi hozirgi kurs bo'yicha. Mashinamiz o'ta ideal holatda, kichkinagina kuzov hamda ekonomik motor 320D va shu ekonomik ko'pchilik biladi akalar. Bu bilan bir zapravka bilan daniga 1,5 ming kilometrgacha yursanglar bo'ladi. Shaharda ichiga 1000 kilometrgacha yursa bo'ladi. Ideal holatdagi BMW. So'ragan akalarimizga mana tashlab qo'yamiz. Sidena elektronik pamyatlarigacha bor, urilmagan chiroylikina salon. BMWning muxlislari o'zi juda yaxshi biladi bunaqa mashinani nimalari, komfortlari qanaqa. Sekin tashlab ko'ramiz akalar BMWning muxlislariga. Hamma narsasi bor mashinada. Lyuk, Blackbox, High-Pace. Ideal holatdagi ekonomik BMW avtomobilimiz. 8 million 400 ming won, to'g'ri jinday qimmatroq, lekin mashina shunga yarasha ideal holatda. Dollarga 5800 dollarga to'g'ri keladi. Ko'chada ham topishinglar mumkin bundan arzonroqlarini, lekin buni 1 oylik garantiyasi bor. Garantiyasi mabodo buzilib nechsa xudo xolasa qilib beradi. Yumshoqqina kumho ballonlari ham ideal holatda. Bunga hech qanaqa rasxoti yo'q. Faqat yog' quyib yetsanglar bo'ldi. Yog'da ham ozgina bor. To'la qilib qo'yib beramiz xolos. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.